Navoiyliklar bu joyni yaxshi bilishadi. Chunki bu yer xotiralar jamlangan maskan. Ko'rib turibsiz, ayni paytda keng ta'mirlash ishlari ketmoqda. Ammo uning ortidagi bog'ning holati ham ko'pchilikni o'ylantirmay qo'ymaydi. Farhod madaniyat saroyi atrofidagi bog' uzoq yillar davomida rekonstruksiya qilinmagan. Umuman ta'mirlanmagan desa ham bo'ladi. Infratuzilma ko'rib turganingizdek eskirgan. Ayrim hududlar ta'mirtalab ahvolga kelgan. Natijada bu maskan aholining to'laqonli dam olishi uchun sharoit yarata olmayapti. Farhod madaniyat saroyi Navoiy shahrining muhim madaniy maskanlaridan biri. U 1970-yillarda barpo etilgan va yillar davomida minglab insonlarga xizmat qilgan. Bugungi kunda esa ushbu hududni zamonaviy talablar asosida qayta tiklash va obodonlashtirish rejalashtirilmoqda. Loyiha bu hududga yangi hayot baxsh etish, uni zamonaviy va qulay dam olish maskaniga aylantirishga qaratilgan. Rekonstruksiya jarayonida mavjud daraxtlarga zarar yetkazilmaydi. Aksincha, ular tartibga keltirilib, parvarishlanadi. Hudud to'liq tekislanadi. Yangi yashil maydonlar va gulzorlar barpo etiladi. Piyodalar yo'laklari zamonaviy ko'rinishda qayta quriladi. Yoritish tizimi va infratuzilma to'liq yangilanadi. Bu yerda bolalar uchun zamonaviy o'yin maydonchalari, ochiq osmon ostida kinoteatr, dam olish hududlari, sport bilan shug'ullanish uchun workout zonalari, piknik uchun maxsus joylar, kofe budkalar va kichik savdo nuqtalari tashkil etiladi. Eng muhimi, mazkur hudud barcha uchun ochiq bo'ladi. Nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun ham barcha sharoitlar yaratiladi. Inklyuziv muhit shakllantirilib, har bir inson uchun teng imkoniyatlar yaratiladi. Bu loyiha shahar infratuzilmasini yaxshilash, yashil hududlarni asrash va aholiga munosib muhit yaratishga xizmat qiladi. Xullas, yaqin kunlarda Farhod madaniyat saroyi atrofidagi bog' yangi qiyofada qayta tug'iladi. Ba'zi joylar shunchaki hudud emas, ular xotira. Farhod madaniyat saroyi atrofidagi bog' yana hayotga qaytmoqda va ehtimol eng yaxshi xotiralarimiz hali oldinda. So'nggi vaqtlarda turli gap so'zlar tarqaldi. Go'yoki bu yerda daraxtlar kesilarmish, o'rniga turar joylar qurilarmish. Bunday mish-mishlarga ishonmang. Bu bog' xalqniki edi, xalqniki bo'lib qoladi.